Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mana bizdagi bodringlarimizning holati. Bodringlar ham parnigimizga bodring ekkanmiz. Hozirgi kundagi bodringlarimizning holati ko'rishimiz mumkin. Bu 40 kundan oshdi mana shu ko'chatlarimiz ekilganiga. Hozirgi kundagi holatlari mana shu holatda. Bu issiqxonamizda agar bizni kanalimizda kuzatib borayotgan obunachilarimiz bo'lsa bilishadi. O'rnida oldin qishki mavsumda pomidorlar bor edi. Pomidorlarni fevralni o'rtalarida tozalagandik-da, o'rniga martni 16sida keyin mana shu ko'chatlarni yerga o'tkazganmiz. Hozirgi kunda mana shu holatda terim jarayonlari bo'lib turibdi. Kuzatib boring. Like, kommentariya. Kamchiliklar bo'lsa, biror tavsiyalar berishlar bo'lsa, mana kommentariyaga yozib, o'z fikrlaringizni bildirib o'ting.